Xo'p, bu yoqga doskalarni qo'yamiz. Xo'p, bu yoqga bitta bunaqa daraxt qo'yib yuboraman. Xo'p, bu yoqga ham doskalarni qo'yib, oyna qo'yib yuborsam. Xo'p, mana bu yerga esa kelinglar oyna qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi. Hammaga salom do'stlar. Meni ismim Kompot. Meni yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar o'z bilasizlar, hamma videomda hammaga salom do'stlar. Meni ismim Kompot. Meni yangi videomga xush kelibsizlar deyman. Eskilarda esa eskide. Yo, eskilari ham juda ham zo'r video. Bolalar qaranglar, men o'zimning mana bu yerda qo'zi qorinda mana bunaqa uy quribman. Juda ham zo'r. O'zim uyimda yashayverib zerikib ketdim-da, borib zerikkanimda maza qilib dam olishga shu yoqga uy qilyapman. Hop, mana bu yerga oynalar qo'yib yuborsam, mana bu yerga esa kelinglar bunaqa sandiq qo'yamiz, bu yoq tarafiga ham, bu yoqga kelinglar bunaqa pechka qo'yib qo'yamiz, bu yoqga nima qo'ysam bo'lar ekan, mana bu yerga verstak qo'yamiz. Yana men mana buni olib tashlamoqchi edim-da, buni o'rniga esa bunaqa kitobli polka qo'ymoqchi edim. Hop, ana bo'ldi, tayyor. Mana narsalar ham tugadi, hozir tezroq uyimga borib narsalar olib kelishim kerak. Qaranglar, lekin juda ham zo'r bo'lyapti. Zo'r qonman o'zi qurib borib, mana shu yerda yashayman endi zerikkanimda. Hop, mayli, uyimni eshigi ham o'zi ochiq turibdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, u yoqdan bu yoqqa yugurib yuribman narsalarni tashib. Hozir endi borib yana narsalar olsam, tushunmadim, bu nima bu? To'xtanglar qanicha. Vau, bo'lim, mana buni qaranglar. Mana nima desa bo'ladi, bu nima 13 yozib qo'yilgan ekan mana bu yerda qaranglar. Vau, olmos izumrudlardan, olmos tilladan qilingan ekan qaranglar. Bu nima qishloqlar qurib qo'yishdimi? Qishloqlar bo'lishi kerak. Nima qilmaganman buni, to'g'rimi? Vau, lekin juda ham zo'r qilishibdi qaranglar. 13-qishloq bu, to'g'rimi? 13-qishloq, ha. Lekin qishloqlar malades, juda ham zo'r qilishibdi. Shuni qurib, qishloqlar mana sizlar qurdinglarmi? Yo'q, Kompot, biz san qurding deb o'ylagandik. Yo'q, endi nimaga men quraman? Men vashcha qurganim yo'q. Nima mana 13 deb yozuv quraman? Unda kim qurgan buni? Qishloqlar bo'lmagan bo'lsa, bilmasam Kompot, lekin biz buni qilmaganmiz. Men ham qilmaganman buni. Unda buni kim qilgan tushunmadim. Biz qilmagan bo'lsak, buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Vashcha tushunmayman boru. Balki buni arvohlar qilgandir. Yo'q, qishloqqa jinniramsan, qanaqa arvohli yo'q. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Qatdan arvohli bo'ladi. Men qishloqqa o'tayotganda qaranglar. Unda bu 13 nima degani men tushunmayman deb boru. U ham bitta qishloq bor ekan. Qishlog'i mana san qurdingmi? Yo'q, Kompot, men buni san qurding deb o'ylagandim. Nimaga sizlar hammanglar men qurdim deb o'ylayapsizlar? Menda vashti buncha narsa yo'q olmasizlar. Bilmasam, Kompot, bu 13 shunda nima degani ekan? Men ham hayronman boru, bu 13 nima degani tushunmayman deb boru, mana olmos tillalardan qilingan. Nima bo'lishi mumkin? Bolalar kelinglar birga o'ylaymiz. Bu yoki meni obunachilarimiz sonimi? Nima deb o'ylaysizlar? 130 dan 13 ming tami? 130 ming tam vashti tushunmayman deb boru, nima bo'lishi mumkin? 13-qishloq menimcha bo'lmasa kerak. Yoki bolalar bu lokatsiyamikin bolalar? Nima deb o'ylaysizlar? 13 lokatsiyamikin bolalar? Bo'lishi mumkin, lekin to'g'rimi, agar men shu lokatsiyaga borsam, u yerda balki ko'p xazina narsalar bordir. Nima deb o'ylaysizlar bolalar? Kelinglar borib ko'ramiz hamma. 13 ga. Qishlog'imizdan uzoqmikan o'zi? Nima deb o'ylaysizlar? Kelinglar bitta qarab ko'ramiz hozir. Qaranglar, tillalardan qilingan. Hozir men 169, 68, 19-lokatsiyada ekanman. U yaqin joy ekan. O'zi qaranglar, bizning qishlog'imizga yaqin ekan juda ham. Ketdimmi, tezroq borib kelamiz. O'sha yerga balki yo'da xazinalar bordir, juda ham ko'p mana shunaqa olmos tillalar. Kelinglar, o'zim bilan hozir narsa olaman-da. U uzoq emas, oddiy o'zim bilan kirka olaman. Bo'ldi, shuni o'zi ham yetarli. Unaqa uzoq joy emas ekan. Hozir borib kelaman. Hozir men 117, 115, 67, 19 bo'lsa, bo'ldi, unchalik uzoq emas ekan. Men o'zi bilmagandim. Bu qishlog'imizga bunaqa yaqin joy 13 borligini. Bu tezroq borish kerak. Unda hozir balki xazina topilarman bolalar. Maza qilib keyin bu pullarni ishlatamiz agar pullar chiqsa endi. Hop, mayli, 45, 44, 43, 40, 37 mana shunaqa bo'lib kichkinalashib ketyapti. Hop, kelinglar bunda kelaveramiz. Shu atroflarda bo'lish kerak, men adashmasam. Hozir bunda bo'lsa, hop, qanicha. Ana bo'ldi bolalar, men 13 bilan 13 qildim. Hozir bizda 13, 63, 13. Hop, kelinglar endi pastga qaziymiz, lekin men bitta suv bor ekan, yopib qo'yish kerak buni. Bo'ldi bolalar, men bitta suvni yoqib qo'ydim. Hozir men 13, 62, 13 da turibman. Hop, endi hozir biz pastga qazishimiz kerak. O'sha pastda endi balki nimadir bordir. Endi past qaziymiz. 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48. Endi mana shunaqa qilib qazib chiqishimiz kerak. 33, 32,
1, 30, 29, 28. Bilaman endi Minecraft palatga qatish mumkin emas, lekin mayli, men juda ham qiziqib ketolmayman nima borligiga. Hop, kelinglar. Bunda to'xtanglar, oxirgisi ara bo'ldi bolalar, ko'rishingiz mumkin. Men mana 13, 13, 13 da turibman. Hop, endi nima bu? Men bu yerda lekin hech nima ko'rmayapman. To'xtanglar, bitta mamutlarni ham qasib ko'raylikchi. Yo, bolalar, men adashibman, lekin bu yerda hech nima yo'q ekan, hech qanaqa xazina yo'q. Noto'g'ri o'ylanma. Hech nima yo'q bu yoqda bolalar. Mayli, hop, endi tepaga boshqadan chiqish kerak. Voy, men nimadir bo'ladi deb o'ylaganday. Mayli, kelinglar, unda tezroq qishlog'imga boraylik. Yana o'ylash kerak unda. Tezroq chiqib olish kerak endi. Mamutdan endi orqaga ham qaytish kerak endi. Bolalar, nima bo'lishi mumkin ekan? Boru, men umuman tushunmayapman-da. Boru 13 nima bu? Yoki mana shu yerda 13 ta blok mana olmoslarni olib nimadir qilish kerakmikan? Nima deysizlar bolalar? Bu yoqda o'zi nechta ekan? 13 tadan ko'p shakl bu yoqda. Kelinglar, unda sanab ko'ramiz. Balki rostdan shunaqadir 13 dan olib nimadir qilish kerakdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To'xtanglar bolalar, 10-chi mamutda qaranglar, nimadir bor ekan. Значит, mana bu 13 bu oddiy chalg'itish ekanda. Qaranglar, mamutda qanot tunnelmi? Nima deyiladi bu? Pastga qanot tushadigan joy bor ekan, qanichi? Oho, bolalar, mamutda qaranglar, izumrudlar bor ekan. Vau! Chunman qayerdan shuncha? Kim olgan bularni? To'xtanglar, men qilichsiz bu yerga tushmayman. Qilich olishim kerak. O'zim bilan yopib qo'yaylik, buni hech kim ko'rmasligiga. 13. Значит, bu 13 chalg'itish uchun qilingan ekan. Mayli, hop, kelinglar, unda hozir qani qilichimni olamiz deb o'sha yerga tushamiz. Nima bor ekan o'sha yerda? Hop, ochamiz, qanichi? Hop, o'zi bekor men buni voqea sezmayman-da. Boru, hop, eshik parol bor ekan. Qanaqa parol ekan? 13 bo'lsa men juda ham kulaman lekin. Bolalar ostona 13 ekan, qaranglar. 13 ekan, shunaqa ostona parol qo'yaydimi? Hop, bu yoqda nima ekan? Qanichi? Bu yoqda ham mana bunaqa eshik, mana bunaqa kaltlar bor ekan, richaklar. 164, 12, 23, 133, 13, 21. Menimcha bildim o'sha qaysini bosish kerak. Hop, 13 bosamiz. Bolalar, ko'rasizlar, buni ham topdim bittada. Menimcha bu yoqda hamma narsa 13 bilan bog'langan ekan. Ko'rasizlar, men boshqalarini ochsam yopilayotgani yo'q, ochilayotgani ham yo'q. Mana 13 ekan. Mayli, hop, bolalar, qani ketdi unda. Tushunmadim, bu yoqdan qanaqa o'tish kerak? To'xtanglar, bitta ko'rinmas bloklar bor ekan. Sizlar ko'ryapsizlarmi? Bolalar, mana bitta qaranglar. Hop, bundoq bo'lsa, mana tepada 13 yozuv bor ekan, shunga bog'langan ekan bu. Mana 13 yozuvni tagiga bundoq sakrash kerak ekan. Bo'ldi, bildim. Hop, mana bu yerga o'tib olamiz. Hop, bundoq. Mana bitta mana 1 bu, to'g'rimi? Da, bu 1. Hop, endi 3 ga sakrab o'tishimiz kerak. Hop, bolalar, unda hozir 3 ga sakraymiz. Hop, oppa, bundoq o'tib olamiz. Bo'ldi. Hop, endi bundoq to'g'riga. Hop, endi ancha sakraymiz. Ana bo'ldi bolalar. Bo'ldi, tushib oldim. Bu yoqda endi nima ekan? 13 deb yozib qo'yilgan. Mana bitta qaranglar, izumrud bor ekan yana. 13 tushunmadim endi nima deganim? 13 almas. 13 olmos. Mana bitta ishi bor ekan, ochib bo'lmayotgan buni. Bo'ldi, men menimcha bildim. Mana shundan 13 ta olmos olib, mana shu yerga tashlashim kerak. Keyin ishi ochiladi. Hop, to'xtanglar, bu yoqda nima kirka yo'qmi? Menda kirka yo'q bu yoqda. Hop, qanish pastga qarab ko'raylik, balki pastda bordir. Mana bitta sandiq bor ekan. Da, bolalar, mana bitta kirka ham bor ekan. Kelinglar, unda ham olmoslarni olamiz. Mana shu hamma 13 ta olmos topishimiz kerak ekanda, o'sha yerga tashlashimiz kerak ekan. Keyin ishi ochilar ekan. Mayli, hop. Mana bu lekin juda ham ko'p mana bunaqa ko'play turistlar bor ekanda, bolalar asab ketyapti ko'pligi. Mayli, hop, kelinglar, mana shu yerdan olmoslarni olamiz. Hamma yog'ini qazib, hop, tezroq qilsa qolman deb, bor hamma narsa hozir 13 bilan bog'lanib kelyapti. Oxirida nima chiqadi buni? Ya'ni buni kim qurgan? Men juda ham qiziqman. Agar qishlog'ini biz qurmaganmiz deyishyapti. Kim bo'lishi mumkin unda? Hop, yana ikkita dona qoldi. Tezroq ikkitani ham topib olsam. Hop, oppa, ana bo'ldi. Bittasini topdim. Ikkinchisi ana bo'ldi bolalar, tayyor. Endi tepaga chiqsam ham bo'laveradi. Mana shu 13 tani olib oldim. Endi ketdi tepaga bolalar. 13 tani tashlaymiz. Ishi ochilishi kerak menimcha. Hop, kelamiz. Hop, bundoq qilib bitta tashlaymiz. Qo'y, endi hammasini tashlayveramiz. Qanichi? Da, bolalar, mana ishi ochildi. Hop, bu yoqda nima ekan endi? 17, 21, 76, 13. Menimcha bildim qaysiga kirishim kerak. Albatta, men bolalar 76 ga kirishim kerak. Mayli, hazırlashdim. 13 ga kirishimiz kerak bolalar. Bu yoqda hamma narsa 13 bilan bog'langan ekan. Bu yoqda endi qanaqa o'taman, qanichi? Mamutda bundoq o'qib o'tsa bo'lar ekan. Hop, qanichi? Mamutda bolalar ko'rdinglarmi? Yana 13 bor. Mamutda endi tilladan 13 qilingan mamutda. Kelinglar, unda bu yerdan ham tezroq o'tib olamiz. Hop, qanichi? Hop, 13 mana 1 bilan 3. Mamutda yana 1. Hop, anta yana 3 bor ekan. Hop, mayli, tushunmadim. Mamutda qanaqadir ishimi? Qanaqa ish ekan bu? Nima deb o'ylaysizlar bolalar? Tushunmadim. Qishloqlar. Kompot, tabriklaymiz seni, samashda hammasini o'tib olding. To'xtanglar, tushunmadim. Sizlar nima qilyapsizlar bu yoqda? Buni nima sizlar qurganmidinglar? Albatta, kompot, bizni qurmasak kim quradi yana? Bizni qurmadik
xaridayotgan edinglar-yu sizlar hozir tepada shunchasini o'sib chiqdimmi hozir endi bekorga. Yo'q Kompot, biz просто sani shunaqa deb aldagandik, sanki syurpriz qilishga. Kompot, sani nima esingdan chiqib qoldimi? Yaqinda qishlog'imizdan tug'ilgan kuni bo'ldi-yu. Nima tug'ilgan kuni deysan? Men nechiga kirdi endi bizning qishlog'imizga? Nechiga kirdi tushunmadim. Tushunmadim-chi, 2 yoshga kirdi. Jinromsan qishlog'i qanaqa 2 yoshga? Men bu yerda necha yildan beri yashayman-u. Yo'q, mamcha 40 yoshga kirdi. 40 yoshga kirdi. Qanaqa 40 yoshga sizlar jinromsizlar? Qishlog'imizdan tug'ilgan kuni qachonligini ham bilmaysizlarmi sizlar nima? To'g'risini bilsak Kompot, lekin rostdan bilmaymiz biz. Biz yaqinda tug'ilgan kuni bo'lgan deb o'yladik. O'shanga mana shunaqa nishonlayapmiz. Voy, bolalar qaranglar, mana qishlog'imizdan tug'ilgan kunini ham bilishimiz ekan. Biz o'zi anchadan beri turamiz. Tug'ilgan kuni qachonligi esimizdan chiqib ketdi. Agar sizlar esingizda bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar, qishlog'imizdan tug'ilgan kuni qachon o'zi? Kompot, qishlog'imizda bitta odam bo'lgani uchun sanki mana shag'am uchrashga ruxsat beramiz. Mayli, xo'p, shag'amlarni uflash menga yoqadi. Unda bitta tilak aytib olish kerak-ku, to'g'rimi? Men qishlog'imizda hech kim urushmasligini xohlayman. 1, 2, 3. Ura, Kompot, tabriklayman, sen uflading buni. Qishloqlar lekin juda ham zo'r qilibsizlar, o'zi bor, o'zi voqelar aytib bo'lmasin-da, mana shunaqaligini hamma yoqdan o'zi chiqolmayman o'zi. Lekin 4 dan zo'r qilibsizlar qishloqlar. Kompot, senga syurpriz bo'lishini xohlading, sen o'zi sirasi mana shu narsani topib olasan deb o'ylagan, sen mana shu qishlog'imizdan qayergadir ketib qolding qidirishga. Men boshida buni o'zi lokatsiya deb o'yladim, lekin lokatsiyani qidirishga ketdim, men qanaqadir xazina bor deb o'ylab, lekin unaqa emas ekan, mana bitta qanaqadir tunnel bor ekan. Lekin 4 dan zo'r qilibsizlar deb borib nishonlaymiz ham endi qishlog'imizdan bugun tug'ilgan kunini, menimcha tug'ilgan kunida. Kompot, nishonlaymiz endi maza qilib tort deb. Menda kakras qilicham bor buni kesishga. O'zi boshida borib bolalar men buni millioner qurgan deb o'ylagandim. Mana bunaqa qaranglar, olmos, izumrud, mana bunaqa tillalar bor ekan, millioner qurdi deb o'ylagandim. To'xtanglar, qishloqlar sizlar shuncha pulni qayerdan oldinglar buni sotib olishga? Bizning qishlog'imizda hamma pullarni ishlatib yubordik shularni sotib olishga. Qishloqlar sizlar o'sha jinniroq bo'lib qolganmisizlar?